Oldingi chiziqqa pas. Muhriddin Zoirovga qadar to'p yetib bormadi, lekin Zoirov o'zi faolligi evaziga to'pni olib qo'ymoqda raqibdan. Imkoniyat bor, zarba va Akaki Shullaya hisobni ochyapti. 1-0 50 ayb kamroq. Mana Muhriddin Zoirov Namozovdan to'pni olib qo'ydi. Keyin pas markazga. Sovg'a qildi Aral mana shu golni qaysidir ma'noda. To'rtinchi raqam ostidagi Musayev ham bilmadim. Himoyachi ozgina tezroq o'ynagan. Nikola ortga. Yana Akaki. Anzur Ismoilov! Gol muallifi bo'layapti. Anzur Ismoilov 40 yoshda Pro Ligada. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Lokomotiv jamoasi tarkibga kiritilgan ikkinchi gol muallifi Lokomotiv jamoasi sardori 5-raqamdagi Anzur Ismoilov. Anzur Ismoilov. Bu endi g'alaba tomon tashlangan katta qadam. Akaki Shullayadan golli pas. So'zsiz hozircha u o'yinning eng yaxshi futbolchisi.